Gulra'no bilan bo'lgan suhbatimizni kesib olib tarqatishib, Abrorga nisbatan ana makillab qoldi, ana javob bera olmay qoldi deb o'sha Jahongir To'laganovga o'xshaganlarga kuchanib gapirar ekan, bilmayman, anaqasida gemoroyida problema bor odammi? Mayli kasal odam bo'lsa kerak, kuchanib gapiryapti, javob bera olmayapti deb. Men javob beraman deb gaplashmadim-ki u xotin bilan. Hozir ham telefon qilyapti. Begona xotin bu xotin. Nima bu xotinga nima to'lq bor? Bu haqida gapirib bo'lmaydimi, ha? Seni gaping tuhmat emasmikin deb bo'lmaydimi? Hammaga tashlanaverib, hayo qayerda qoldi? Parda qayerda qoldi? Men hech qanaqa haqorat qilmayapman, hangrayapsiz deyapti. Bir insonni eshak deyish qiyomat kunida javob bera olmaydigan gunoh. Bemalol og'zlaringga kelganda gapiraverlaring. Qiyomat bor, men iymon keltirganman, qayta turamiz, hali hisob kitob qilamiz. Hali u yechintirgan bo'lsa, ular ham hisob kitobga boradi. Menga alam qilgan Oysha onamizga o'xshatyapti o'zini. Ey, Oysha onamiz bizni e'tiqodimiz, oy. Menga nozik narsalarga tegmanglar. Oysha onamiz yalang'och holda qo'lga tushmagan hech bitta joyda. Munofiqlar tuhmat qilgan. Oysha onamizni tushiga ham kirmagan gunoh qilish. Unaqa ayolga o'zingizni misol qilmang. Oysha onamizga qilingan tuhmat munofiqlar tomonidan bo'ldi, munofiqlar. Ularga misol qilyapman desangiz, o'sha munofiqlarni ushlaylik deyapman men. Bu gapingiz to'g'ri bo'ladi. Ana munofiqlar sizni yechintirib videoga olgan bo'lsa, ularni ushlaylik deyapman. Hadis shariflar oyatdan kelyapsiz menga. Bo'ldi, oyatdan gaplashamizmi, yig'ishtirib hamma narsani, ha? Faqat oyat, hadis, shariat bo'yicha yurasizmi? Agar yuraman deng, bitta erkak vakilingiz, tog'angiz, amakingiz, akangiz, eringiz olib keling, o'tirib gaplashamiz. Shariat bo'yicha gaplashamiz. Menga oyatni misol keltirib, go'yoki meni o'zingizni zino qilganlikda ayblagandek og'zimdan narsa chiqarishga harakat qilyapsiz. Men unaqa odam emasman, voy. Ovozingizni yozganman, oldin ogohlantirib qo'ying. Men nimaman? O'sha Furqatli Gulra'man, domla tuzingmisiz? Men siz bilan gaplashkim yo'q deb aytdim hozir. Meni nomerimni mendan so'ramay olyapsiz. To'g'rimi qilayotgan ishingiz? Siz meni nimaqa ko'rmasdan, tanimasdan turib butun internetda ma'lumot beryapsiz. Sizni qilgan ishingiz to'g'rimi? Men ma'lumot bermayapman, fikrimni bildiryapman. Menga qarang, sizni o'zingizni ayollaringiz internetlarga chiqib sizni so'kkan holatlarida ham hech kim fikr bildirmagan. Siz nimaga ko'rmagan, bilmagan narsangizga fikr bildiryapsiz? Fikr bildirgan, hammasi fikr bildirib yotibdi. Namanganlik xotiningiz sizni so'kib internetga chiqqanini ham hech kim fikr bildirmaganmi? Nimaga siz ko'rmagan, bilmagan narsangizga bunaqangi fikr bildiryapsiz? Minglab odam fikr bildirgan, siz bilan ayol kishisiz, bunaqa baqir-chaqir qilib o'tirishlikka men o'zimga ep ko'rmayman. Men fikr bildirdim. Men sizni aslida himoya qildim. Agar aqlingiz xushingiz joyida bo'lsa, sal bundoq fikringizni jamlab o'ylasangiz, Abror Muxtor Aliga tashakkur. Shuncha odam meni ko'rpa yostig'imni, ichki kiyimimni reklama qilib, PR qilib, 300 ming, 1 millionlab prosmotrni orqasidan meni orqamdan pul yeb yurganda, Abror Muxtor Ali, qo'ylaring, uni ham oilasi bor, qilgan ishi o'zi javob beradi. Yoplaring deyapti deyishingiz kerak. Siz unaqa demasiz-ku, kechagi chiqishingizda siz aytyapsiz hozir ham. Ularni nima oddiygina dichagina xatosiga qamadi deyapsiz. Siz sudda qatnashdingizmi? Yo'q, menda sudda ular haqidagi bilan to'liq tanishsiz. Siz bunaqangi agar shantaj savol berib, to'xtamay savol beraveraman desangiz, gaplashib foydasi yo'q. Eshitaman sizda, gapiring. Men shantaj qilganim yo'q hech kimni. Men juda madaniyat shantaj qilyapsiz. Mana savolga javob eshitmayapsiz. Men o'zim sizga sudda hujjatlari bilan tanishmisiz? Shu savolimga javob bering. Yo'q, siz savolingizga javob bermayman men. Nimaga? Men tanishman. Chunki nima, kimsiz siz mendan? Prokurormisiz mendan savol so'raysiz? Meni sha'nimni bulg'ab internetga chiqish uchun men sizni sha'ningizni bulg'aganim yo'q. Yana qaytib aytyapman. Siz kecha kuni boshqacha gapirib, bugun endi hozir telefon qilsam, men sizni tarafingizni olyapman deyapsiz-ku. Aslida aqlingiz ishlasa tarafingizni olyapman. Nur surasi 4-oyatda nima deyilgan? Nima deyilgan? Nur surasi 4-oyatda nima deyilgan? Siz dinni yaxshi tushunasiz? Nima deyilgan? Zinoga 4 ta nima guvohing bo'lmasa, unaqa zino haqida guvohlik bermagin degan. Siz nimaga unaqa dinni tushunib turib shunaqa deyapsiz? Qayerda men sizni zino qildi dedim? Kecha kuni zinoni tarafini olyapsan dayuslar deb aytdingiz-ku.
Yo'q, o'sha fahsh ishlarni tarafini olyapsanlar Siz dedim. qayerda fahsh ishni ko'rdingiz? Kimni tayindaligini aniq ko'rdingizmi? Yo'q, videoda ko'rib turibman, siz yalang'och o'tiribsiz o'tda. Siz imonni o'sha holatda zinoni ko'rdingizmi ko'zingiz bilan? Yo'q, men zino gapirayotganim yo'q. Siz kecha kuni zinoni gapirdingiz. Agar zino qilinmagan bo'lsa, sizni jazoingiz qanaqa bo'ladi? Yo'q, siz bunaqa montaj qilmang. Siz eringizni chaqiring-da, eringiz bilan keling gaplashamiz. Erim uyda mazasi yo'q, yotibdi. Men boshqa joyda bo'ldi, eringiz tuzalganda, eringiz bilan keling gaplashamiz. Yo'q, siz hozir men savolimga javob bering endi. Javob bermayman sizni savolingizga. Nimadan qochyapsiz endi? Haqiqat Men qochayotganim yo'q. Siz hozir butun boshli tizimga tuhmat qilyapsiz. Menga bemalol tuhmat qilyapsiz. qilyapsiz. Agar tuhmat qilsam, Alloh ham jazoimni bersin, o'sha qonun ham jazoimni bersin. Nimaga endi meni qalamadi? Jazo berib turibdi-yu, sizni ustingizdan hech kim shikoyat qilayotgani yo'q. Yo'q, unda nimaga meni sud qamamadi? Ichki ishlarga tuhmat Nima uchun qilyapti. qamaydi sizga? Ichki ishlar sizdan ariza ustingizdan yozsa, keyin ko'rib chiqadi. Yozmasa qamamaydi. Ular yozgan, sudda hujjatlari bilan tanishmasmisiz? Yo'q, siz ustingizdan yozgan bo'lsa, uni sud hal qiladi deyapman men. Xo'p, agar ular haq bo'lsa, nima uchun qolgan 9tasiga 417 bilan buni jarohatlariga oydinlik kiritilish kerak, o'sha zo'ravonlik holatiga deb qaytardi hujjatni. Yo'q, ular isbotlangani yo'q. Birorta sizni da'voingiz isbotlangani yo'q. 417 bilan nima uchun sud qaytardi bularda o'sha jarohatlarni? Eringiz bilan birga keling, gaplashamiz. Domla, siz meni eshiting, javob bering. Eringiz eshitmayman, siz nomahramsiz menga. Men sizni eshitmayman. O'zingizni mahramlaringiz ham internetda yuradi-ku, ularda nimaga himoya qilmaysiz? Siz nima deyapsiz? Himoya qilganim uchun o'tiribman. Ayollaringiz internetda yurgan bo'lsa, sizni nima deb atash kerak? U mavzuni sizni mavzungizga aloqasi yo'q. Meni ayollarim yalang'och videolar chiqqani yo'q. Yalang'och kunga tushmaydi deb kim garantiya beradi? Agar Alloh aytadi-ku, Alloh aytadi-ku, birovning holatidan kulmagan, o'shani kuniga tushmaguncha o'lingsan degani. To'g'rimi? Hech kim kulayotgani yo'q. Zakaz oldingizmi? Yo'q, men zakazga ishlamayman. Ko'p holatlarda zakazga o'xshayapti-da. Nimaga asoslab bera olmayapsiz bo'lmasa gapingizni? Siz asoslab bering zakazligini. Men sizga zakaz oldingizmi deb savol berdim. Siz zakaz oldingiz deganim yo'q. Olmadim men. O'xshayapti deyapsiz. Sizga savol berdim. Men fikrimni aytyapman. Menga savol bermang. Eringiz bilan birga keling gaplashamiz. Xo'p, siz menga isbot qilib bering tuhmat qilayotganimni. Men tuhmat qilyapsiz, siz tuhmat qildingiz, men hozir menga ham tuhmat qilyapsiz. Men kimga tuhmat qildim? Zakaz deb. Menga tuhmat qilyapsiz. Men hujjat bilan gapiryapman sizga. Nima uchun ular beayb bo'lsa, nima zakaz oldingiz deb. Xo'p, bular nima zakaz oldingiz deb tuhmat qilyapsiz. Unaqa xotirlarcha urushmaylik. Yo'q, xotirlarcha urushayotganim yo'q. Eringizni olib kelingchi. Ko'rib, kechagi hangrashning ketidan telefon qilyapman. Kecha hangrab chiqqaningizga ko'rib, telefon qilyapman domla. O'zimni bosib turibman shunda ham hangrash. Nima deydi? Eshak hangraydi. O'shunaqa hangrashingizni ko'rib, endi sizni eshakka qiyoslamayapman. Hangrab baqirib chiqqaningizni ko'rib, sizga telefon qilyapman. Meni qo'limda asosim bor. Xodimlarda o'sha qolgan 9tasiga 417 bilan qaytargan. Bo'ldi, bemalol. Bo'lmasa butun internet tarmoqlarda bemalol yalang'och video tarqayversin. Men shuni tarqamasin dedim, xolos. Yo'q, uni o'sha holatga qanaqa kelganim siz